2026 yilgi Toyota Hilux yangi avlod pikapi nafaqat mustahkamligi, balki zamonaviy texnologiyalar va qulay boshqaruv tizimi bilan ham ajralib turadi. Yangi model ayniqsa off-road ixlosmandlari, yuk tashish bilan shug'ullanuvchilar hamda ishonchli mashina izlayotgan haydovchilar uchun mo'ljallangan. Dizayni keskin, agressiv va aerodinamik chiziqlarga boy bo'lib, old qismdagi keng radiator panjarasi va LED faralar Hiluxga yanada kuchli ko'rinish beradi. Kengaytirilgan gabaritlar esa yo'l turgunligini oshiradi. Salonda esa qulaylik va funksionallik uyg'unlashgan. Markaziy konsolda 12 dyuymli multimedia ekrani, yangilangan Toyota Smart Tones tizimi, ovozli boshqaruv funksiyalari va simsiz Apple CarPlay hamda Android Auto qo'llab-quvvatlovi mavjud. Premium darajadagi charm o'rindiqlar, 2 zonali iqlim nazorati va keng joylar uzoq masofali safarlar uchun ideal sharoit yaratadi. Orqa o'rindiqlar ostidagi qo'shimcha bosh joy yuklarni tartibli saqlash imkonini beradi. 2026 Toyota Hilux kuchli va ishonchli dvigatellar bilan jihozlanadi. Yangi 2.8 litrli turbo dizel birlik 204 ot kuchigacha quvvat ishlab chiqarib, yuqori tortish kuchi bilan tog'li yo'llarda ham o'zini yaxshi namoyon qiladi. Shuningdek, ba'zi bozorlar uchun 2.4 litrli hibrid tizimli benzin versiya ham taklif qilinishi kutilmoqda. Avtomat transmissiya yanada silliq almashinishga moslashtirilgan. Tortish tizimi esa ekstremal sharoitlarda mukammal barqarorlik beradi. Yangi avlod suspensiyasi tebranishlarni sezilarli kamaytiradi va boshqaruvni yengillashtiradi. Xavfsizlik tizimlari ham sezilarli darajada boyitilgan. Toyota Safety Sense'ning yangi versiyasi adaptiv kruz nazorati, to'qnashuvni oldini olish tizimi, piyodalarni aniqlash, bo'ylama harakat bo'yicha yordamchi, parkorona zonani kuzatuvchi sensorlar va 360 kamera bilan to'ldirilgan. Bu funksiyalar mashinani shahar ichida ham, qiyin yo'llarda ham xavfsiz boshqarishni ta'minlaydi. Yukxona hajmi kengaytirilgan bo'lib, yuk ko'tarish qobil.